boshlaymiz. Mavzu bo'yicha bizni keyingi mavzuyimiz field set. Field set o'zi nima qilib berar ekan desak, tekshirib olamiz. Recording ketyapti. Xo'p. Field setni biz asosan qayerda ishlatamiz? O'zi input elementlarning hammasini mana bu ikkita forum tagining ochilish va yopilish taglarining ichida ishlatar edik. Input, masalan text, buni tagidan keyingi inputimiz va natija sifatida mana bir nechta turibdi, to'g'rimi? Bizga forum tagi bu yerda chiziq sifatida ko'rinmasa ham, aslida hamma inputlarimiz forumning ichida bo'lishi shart edi. Yana ixtiyoriy yana bitta tagimiz bor. Field set degan tagimiz bor. Field setning ichida endi boyagi inputlarni joylasak, masalan label bilan ism uchun ism kiriting. Keyin bundan keyin biz nima qilardik? Input yaratardik. Xohlasak orada break bilan yangi qator yaratib olardik va id dagi nom ism fordagi nom bilan bir xil bo'lishi kerak edi. Natijada qarasak, bizda endi ramka paydo bo'ldi. Ko'ryapsizlar? Demak, field setning vazifasi o'sha ramkani yaratib berish. Field setning ichida qo'llanma bo'yicha yana legend degan demak tagi bor ekan. Legend nima qilib berar ekan? Bu shunchaki mana shu atrofdagi ramka uchun sarlavha nomi. Ya'ni demak forma kiritish degan sarlavha qo'yadigan bo'lsak, mana tepada paydo bo'ladi. Ya'ni buning ichida keladigan barcha taglarimiz mana shu ramkaning ichida bo'ladi. Mana chiroyliroq ko'rinishi mumkin. Qo'shimcha ma'lumot sifatida aytib qo'yapman. Hozircha men endi field setni boshqa ishlatmayman. Ko'rdinglar qanaqa ishlatishni. Qoidasi nima ekan? Eslab qolamiz. Hozircha bitta input bilan labelni qoldiraman. Demak, legend nima qilib beradi? Mana bu yerdagi matnni bildiradi. Demak, field setni o'zi esa atrofdagi mana bu ramkani bildiradi. Juda oddiy va oson tushunish uchun. Xo'p, yangitdan boshlaymiz endi. Keyingi tagimiz juda ko'p ishlatiladigan va juda muhim bo'lgan text area deb o'qiladi. Text area tagi. Text deb yozsak area chiqdi. Mana yopilish tagi ham bor bunda. Sababi endi buni ichiga matn yozishimiz mumkin bo'ladi. Buni ham ko'rsatib beraman. Agar buni ichiga salom dunyo deb yozadigan bo'lsak va saytimizda ko'radigan bo'lsak, endi o'sha yozgan matnimiz mana bu yerda paydo bo'lyapti. Demak, buni oddiy inputdan farqi oddiy input bilan text areaning farqi. Text areada nimalardir yozib pastga tushirsak bo'ladi. Bir nechta qatorlar matnlar yozishimiz mumkin. Lekin inputda yozadigan bo'lsak, faqat bir qatorda enterda bossak nima bo'lmaydi? Enterda bossak o'zi mana bu formdagi actionga keltirilgan manzilga umumiy input maydonida yig'ilgan barcha mana shu forumning ichida yig'ilgan barcha inputlardagi ma'lumotlarni yig'ib actiondagi manzilga yuborib yuboradi. Xo'p, o'zi aslida bizda mana bu yerda btn bo'lish kerak edi. Send jo'natish kabi. Shunda demak, mana bu yerga bosib, enterda bossak nima qilar ekan? Ma'lumotlarni backendga yuboradi. Lekin text areaning ichida matn yozib, hozircha salom dunyoni o'chirib turamiz, bizga kerak emas chunki. Text areaning ichida matn yozib, enterni bossak, keyingi qatorga tushirib beradi. Ko'ryapsizlar? Mana shunday foydalanamiz. Xo'p, text areaning ichida endi bizda qo'shimcha atributlar bor. Rows bilan columns degan. Rows nimani bildirar ekan? Maydonning balandligini, ya'ni qatorlar sonini belgilaydi. Agar rowsga demak ko'proq qiymat beradigan bo'lsak, masalan, text areani atributi bo'lgani uchun tagning ochilish qismida, ya'ni ichkari qismida mana bu belgini ichida bo'lishi shart. Bu yerga rows deb yozib qo'ysak, nima bo'ladi? Barobar masalan 5 beradigan bo'lsak, bu yozgan narsamiz mana bu yerda matn sifatida qolib ketadi. Shuning uchun bu narsa albatta ochilish tagini ichida id ning qo'sh tirnog'i yopilgan joyda bitta joy tashab, demak nima deb yoziladi bu yerda? Rows demak 10 raqamini berib ko'ramiz va natijada ko'rdinglarmi? Qatorlari 10 ta qatorga joy ochildi. Endi hisoblab ko'rishimiz mumkin. Hozir birinchi qatorda turibdi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
aniq 10 ta qatorni bizga yaratib berdi. Va keyingi yana bitta atribut bor edi. Bunisi nima edi? Demak, calls degan atribut. Bu nima qilib berar ekan? Calls maydonning kengligini, ya'ni ustunlar sonini belgilaydi. Callsga calls deb beradigan bo'lsak, buni ichiga endi agar biz 10 beradigan bo'lsak, 10 ta nimaga qarab belgilaydi? 10 ta belgiga qarab, ya'ni harflar soniga qarab. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Keyingisi endi yangi qatordan tushadi. Shuning uchun bizga kengroq maydon kerak bo'lsa, calls atributini ichidagi qiymatni ko'proq qiymat berishimiz mumkin. Masalan, agar 100 beraveradigan bo'lsak, bu degani bu yog'iga 100 ta harf sig'dirishimiz mumkin bo'ladi degani. Xo'p, calls bilan rowsni tushuntirdim. Keyingi qiymatlar max length. Max length nima qilib berar ekan? Qo'llanmada yozilganidek, maydonga kiritilishi mumkin bo'lgan maksimal belgilar sonini belgilaydi. Ishlatib ko'ramiz buni ham. Demak, buni hozircha 30 tada qoldiramiz. Holati mana shu bizda text areada. Darvoqe max lengthdan oldin text area uchun ham label ishlatsak bo'ladi albatta. Masalan, text area yoki izoh uchun deylik. Va izoh qoldiring. Agar bunda ishlatadigan bo'lsak, tabiiyki yonma-yon kelib qolyapti. Nima uchun? Ikkalasi ham inline element. Pastki qatordan kelishini xohlasak, hozircha biz 1-2 tegidan foydalanib turamiz va yana pastki qatorga keldi. Endi mana bu izoh uchun degan fordagi nomni text areaning id sini ichiga joylaydigan bo'lsak, endi biz mana shu matnning ustiga bosadigan bo'lsak, fokusimiz, ya'ni tayoqchamiz mana bu text area maydonida paydo bo'ladi, ya'ni matn kiritish maydonida. Xo'p, endi davom etamiz. Boyagi tegimizga keladigan bo'lsak, ya'ni atributimiz, ya'ni max length degan atributimiz vazifasi nima edi? Maksimal kiritilishi mumkin bo'lgan belgilar sonini belgilaydi, ya'ni harflar. Buni endi qaranglarda atribut yozayotganimizda o'rtasiga yozib ketsak ham hech narsa qilmaydi o'zi. Albatta, oxirgi mana bu ochilish tegining o'zini yopilish qismini ichida yozishimiz shart emas. Mana bu qismda ham yozib ketsak bo'ladi. O'rta qismida ham. Demak, max lengthga 5 beradigan bo'lsak, nima bo'ladi? 5 ta belgidan oshiq kiritish mumkin bo'lmaydi, ya'ni bu yerga. 1 2 3 4 5. Endi nechta bossam ham, ko'ryapsizlarmi? Yozilmayapti. Bu yerga agar 10 ta beradigan bo'lsam, mana 10 tadan keyin to'xtab qolyapti. Buni ham boshqarish mumkin bo'ladi bu tag bilan, ya'ni atribut bilan. Xo'p, auto focus nima qilar ekan? Sahifa yuklanganda text areaga avtomatik ravishda fokus beradi. Bu ham juda kerak bo'lsa foydali bo'lishi mumkin bo'ladi. Ya'ni deylikda ba'zi saytlarda, ya'ni RoboContest saytiga kirganimizda bizda hozircha hech qaysi input maydonida avtomatik fokus paydo bo'lmadi, to'g'rimi? Tayoqcha. Buni lekin o'zimizning saytimizda biz boshqarsak bo'ladi aslida. Masalan, mana bu input tagiga yoki text area tagining ichiga auto fokusni beradigan bo'lsak, endi saytimiz yangilaganimizda har doim tayoqcha o'sha maydon, ya'ni ma'lumot kiritish maydonida paydo bo'lib turgan bo'ladi. Endi bu auto fokusni olib bu yerga joylashtiradigan bo'lsak, endi input maydonida paydo bo'lyapti. Bu ham bitta ma'lumot sizlar uchun. Buni ham albatta eslab qolamiz. Bu endi text area bo'yicha. Xo'p, qancha vaqtimiz qoldi? Hali 6 minut vaqtimiz bor ekan. Keyingi tegimiz bo'yicha gaplashamiz endi. Xo'p, savolinglar bo'lsa, Telegramda savol bersanglar, o'sha videodagi mana shu mavzular bo'yicha albatta javob berishga harakat qilaman vaqt topib. Biroz kechikish mumkin bo'ladi-yu, lekin javob beraman albatta. Xo'p, keyingi masala, endi bu teglarni o'chiramizda yangi tegimiz haqida gaplashamiz. Xo'p, yangi tegimiz bizda nima bo'ladi? Select tegi. Select tegi uchun birinchi labelni ochib olamiz. Label, masalan, shahar uchun dedik. Shahar tanlang dedik. Xo'p, bizda hozircha mana bunday narsa paydo bo'ldi. Ulardan keyin kelib bitta break bilan orani ochib olaylik. Buni ustiga bosganimizda hech narsa chiqmayapti, lekin bizda qandaydir drop down, ya'ni tanlash imkonini beradigan nimadir paydo bo'ldi, to'g'rimi? Buni albatta endi qo'llanmasiga qarasak, elementni bir nechta variantlardan birini tanlash imkoniyatini beradi.
ya'ni select elementi bir nechta variantlardan birini tanlashga yordam berar ekan, imkoniyatini beradi. Foydalanuvchi ochiladigan ro'yxatdan kerakli tanlovni qiladi. Ichidagi har bir option tagida ko'rinadigan matn va yuboriladigan qiymat bo'ladi. Demak, option tagidan foydalanishimiz kerak yana. Selectning ichida eslab qolamiz. Selectning ichida joy tashlab pastga tushiramizda opt deb yozsak o'zi bizga to'liq to'ldirib beradi va value qismiga hozir hech narsa yozishimiz shart emas, uni ham tushuntirib ketaman. Mana bu qismiga masalan Toshkent, Fergana, Buxara, Samarqand deb yozadigan bo'lsak va endi qarasak, demak optiondagi birinchi tegimizdagi Toshkent varianti demak birinchida turibdi. Bu bir. Endi ustiga bossak, mana bir nechtasi chiqib kelyapti bizda. Bir nechta o'sha xohlaganimizni tanlashimiz mumkin. Xo'p, value nima qilib beradi desak, value shunday narsaki, biz belgilagan ma'lumotni backendga qiymat qilib jo'natish uchun kerak bo'ladigan qism hisoblanadi. Nimaga? Chunki biz agar mana bu yerga Toshkent deb yozganimiz bilan value ga hech narsa yozmasak, backendga, ya'ni bu formamizdagi ma'lumotlarni mana bu backend mana bu yerda keladigan backend adresga jo'natayotganimizda shahar tanlash qismida aynan qaysi variant belgilaganligini bilib bo'lmaydi. Chunki mana bu yerda yozgan matnimiz shunchaki front-endimizda, ya'ni sahifamizda kelib chiqish kerak bo'lgan matn uchun, ekranimizda ko'rinadigan matn uchun. Uni tanlanganlik bo'yicha qiymatini mana bu value ning ichidagi nima yozganimiz bildiradi. Shuning uchun mana bu yerda backendga yuborilishi kerak bo'lgan ma'lumotlar mana bu value ni demak qo'sh tirnog'ining ichida yoziladi albatta. Value degani o'zi ingliz tilida nima deb tarjima qilinadi? Qiymat degani. Xo'p, mana shunday tanlashimiz mumkin bo'ladi. Endi qo'shimcha atributlar haqida gaplashamiz. Qo'shimcha atributlarimiz bor. Ularni demak qo'llamamizda kelmagan ekan u atributlar. Ya'ni shunday atribut bor, selected degani bor. Selected degani. Select nima degani o'zi? Tanlamoq degani. Selected bo'lsa, bilamizki ingliz tilidan ed qo'shilsa fe'lga o'tgan zamondaligini bildiradi va o'sha ish harakati bajarilganligini bildiradi. Select degani tanlamoq, demak tanlangan deb hisoblanyapti. Shunda saytimiz yuklanganida mana shu demak variant Option tagidagi mana shu option tagidagi mana shu Fergana varianti tanlangan bo'lib yuklanadi saytimiz. Mana ko'ryapsizlarmi? Ming yangilamang. Xo'p, endi selectedni Buxaraga joylaydigan bo'lsak, Buxara degan joyi tanlangan hisoblanyapti. Bu bir, yana shunday narsa borki, disabled degan tag bor. Disabled nima degani? Imkoniyati cheklangan degani. Demak, disabledni bu yerga joylaydigan bo'lsak, Buxarani tanlab bo'lmaydi. Bunda ochib qaraydigan bo'lsak, Buxarani tanlab bo'lmaydi. Bu nima uchun kerak bo'lishi mumkin? Deylik, sizlar savdo bo'limini saytini qilgansizlar, qaysidir tovarni, qaysidir modeli tugab qolgan, razmer tugab qolgan, o'sha qismlariga JavaScriptda sizlar demak tugagan bo'lsa, o'sha tovar soni 0 bo'lsa, o'sha tagga disable degan atributni qo'shib qo'y degan buyruqni JavaScriptda berishinglar mumkin bo'ladi va bu juda oson. Demak, shundan kelib chiqib nima bo'ladi? O'sha tovar tugab qolganligini mana bunday ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Disabled nima qilib berar ekan? O'sha tagni tanlab bo'lmaydigan qiladi o'sha variantni. Selected esa o'sha variant avtomatik tanlangan ekanligini ko'rsatib turadi. Xo'p, yana nimalar bor edi? Keyingi tagimizga o'tamiz unda. Xo'p, mana shu tagimiz oxirgisi bo'ladi. Bundan tashqari yana bitta tagni ko'rsatib ketaman. Select bo'yicha ham agar savolinglar bo'lsa, bemalol so'rashinglar mumkin Telegramdagi guruhimizda. Xo'p, yana bitta input maydoni. Demak, avval buning uchun label ochib olamiz. Rozilik uchun degan. Nega klaviaturani ovoz chiqyapti, Zahro? Xo'p, roziman degan matn oppo bu yerda emas. Xo'p, endi bizga nima kerak bo'ladi? Input. Bu yerda bitta break qo'yib olamiz. Inputni type textning ichida sizlarga o'tilmagan yangi ma'lumot turi checkbox ni qo'yadigan bo'lsak, saytimizda qarasak, endi bunga break kerak emas ekan. Mana
Buni ustiga bossak, demak, ptichka qo'yiladi. Bilasizlar-ku, barcha shartlarga roziman degan saytlarda kelib chiqadi. O'sha, demak, ptichka qo'yadigan tegimizni biz input tegidagi type-ga checkbox deb yozadigan bo'lsak, o'sha ptichka qo'yish maydoni chiqadi. Qizig'i, checkboxning farqi shundaki, masalan, bundan keyin bitta break qo'yib turib, bir nechtaga ko'paytirib tashlasak, har bittasiga bittadan rozilik qo'yib chiqish mumkin. Endi shunaqa vaziyatlar bo'ladi sizlarda. 3 ta 4 ta variant bo'ladi. 3 ta 4 tasidan bittasinigagina ptichka qo'yishinglar mumkin kerak bo'lgan holat bo'ladi. Buning uchun biz endi mana bu radio tegidan foydalanamiz. Type radio. Radio tugmalari bitta guruhdagi variantlardan faqat bittasini tanlash uchun ishlatiladi. Bir xil name atributiga ega bo'lgan radio tugmalar guruh sifatida ishlaydi va foydalanuvchi faqat birini tanlashi mumkin deyapti. Buni ham ko'rsatib beraman. Demak, hozircha bizga endi bu teglar kerak emas. Checkboxni checkbox ham kerak emas. Yangi label ochamiz. Label demak, kasb yoki a'zolik. Xo'p. Tanlang. Xo'p, shu yerda endi bizga bitta break kerak bo'ladi. O'z breakimiz bor. Pastga tushib, endi bizga nima kerak bo'ladi? Variantlar. Label, yana bitta label. Demak, pullik xizmat. Hop. Pastga tushib endi input ochamizda. Buni type endi radio bo'ladi. Faqat endi buni kopiya qilamizda. Bitta biri qo'yamiz. Biri bilan kopiya qilishimiz kerak. Aks holda yonma-yon kelib qoladi hammasi. Bepul xizmat. Bunisiga esa bepul xizmat. Bunisi esa ikkalasi. Mana bizda mana shu 3 tasi paydo bo'ldi, to'g'rimi? Shularni endi hozir hammasiga ptichka qo'yilyapti, to'g'rimi? Faqat bittasini tanlashning iloji bo'lishi kerak bo'lsa, bularni mana bu name atributlariga qoidasi bo'yicha bir xil nomni berib chiqsak bo'ldi. Ya'ni aytayaptiki, bir xil name atributiga ega bo'lgan radio tugmalar guruh sifatida ishlaydi. Shuning uchun barchasiga bir xil nom. Bir xil nom deb. Nom ixtiyoriy albatta, bir xil bo'lsa bo'ldi. Shunda endi tekshirib ko'ramiz. Masalan, pullik xizmatga ptichka qo'ygandan keyin agar bepulga o'tkazadigan bo'lsak, pullikdan bu yoqqa o'tib qoladi va teskarisi. Demak, mana shu uchalasining ichida ishlaydi. Bu ham yana bitta ma'lumot sizlar uchun. Keyingi teglarimiz endi o'sha boshqa ma'lumotlar CSS ga yaqinlashib qoldik. Deyarli inputni tugatsak, CSS ni boshlasak bo'ladi. Sizlar uchun sal qora kunlar ana shunda boshlanadi. Xo'p, savolinglar bo'lmasa, shu yerda to'xtatamiz.